Keldingmi bola? Ha, yaxshi o'tiribsizmi oyi? Ha. Bugun vaqtli qaytibsanmi? Ishim tugadi. Uyga kelmay qatga boraman oyi. So'radim-da bola. Ha. Ovqat yeysanmi? Keldingmi bola? Ha, keldim. Charchamadingmi? Nima farqi bor endi? Bola. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Postdan eson-omon o'tib oldingizmi? Ha, amallarni. Radarga tushmadingizmi? Buguncha yo'q. Tez yurib o'tib ketib ulgurmabdi deya radar. Islom qani? Islom uyda. Islom chiq, choy ichamiz. Aha. Bas choy qo'yaman, keladi. So'ragan narsalar. Rahmat. Oyi? Oyi? Dada, qari, bu xatni xonasidan topdim. O'zimni yolg'iz, ko'zimni oq qarosi bolajonim. Sen tong sahar ishga ketib, toki uyga kirib kelguningcha faqat Allohga nola qilar edim. Sen eshikdan kirib kelganingdagina ibodatimni yakunlar edim. Meni kulbamni sizlar post deb atashlaringizni ham bilardim bolajonim. Men ataydan o'zimni senga ko'rsatmasdan og'zimni eshittirar edimki, qo'lingdagi paketni ko'rganimdan hijolat bo'lmagin deb. Menga paketingdan u bu narsa bersang, oilangda janjal bo'lishini aslo istamas edim. Bolajonim, endi duogo'ying onang yo'q. Shuning uchun doimo toat, ibodatda bo'lgin. Toki Allohim seni o'z panohida asrasin. Seni bag'rimga mahkam bosib, bo'ylaringdan kuchib qolguvchi onaizori, onaizori, onaizori.